Alhamdulillah vahda va salatu vassalamu ala man la nabiyya ba'da. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man soma Ramazonna summa atba'ahu sitta min Shawwal kana ka siyamid dahr." Kimki Ramazon ro'zasini tutsa, keyin Shavvoldan 6 kun tutsa, go'yoki u 1 yil ro'za tutgandek bo'ladi dedilar. Muslim rivoyati. Bu 6 kunlik Shavvol ro'zasini ketma-ket tutsa ham bo'ladi, bo'lib tutsa ham bo'ladi, dushanba, payshanba kunlari tutsa ham bo'ladi. Mana Ramazon oyi tezda o'tib ketgandek aziz birodarlar, Shavvol oyi ham o'tib ketishlik arafasida turibdi. Shavvolning oxirgi haftasi qoldi. Kimki bu 6 kunlik Shavvol ro'zasini to'liq tutmagan bo'lsa, buni tutib olishlik imkoniyati bor. Yoki umuman tutmagan birodarlarimiz bo'lsa, yana oxirgi haftada shu 6 kunni tutib olishlik imkoniyati bor. Bu 6 kunlik Shavvol ro'zasini tutib, ulug' savobni qo'lga kiritib qolaylik. To'g'ri aytish oson, qilishlik qiyin. Lekin hozir amal bor, ertaga faqat amallarni ko'radigan kun bor. Jannatdagi darajalar qilgan solih amallarga qarab bo'ladi. Kimnidir darajasi 1-darajada, kimnidir darajasi 10-darajada, kimnikidir undanda yuqori bo'ladi. Barchamizga Alloh subhanahu va taolo bu 6 kunlik Shavvolni tutishlikka muvaffaq qilsin va bu dunyoda ham oxiratda ham yaxshilikni bersin va oxiri da'vana alhamdulillahi robbil alamin.